Muqaddas zamanımız tarixdan buyan öz bağrıda gayur oğlanlarni, madaniyatni ulug'lug'uchi adib san'atkorlarni, yiltizimizni yashartquchi e'tiqodli varislarni yetishtirib, xalqimizning ulug' nomini jilolantirib keldi. Asqar Raqib dal ana ashundaq san'atkorlarimizning birisi. Asqar Raqib 90 nayisining ilonliq yilsi tug'ilgan bo'lib, hozir Şinjan naqshi usul o'mikining dangliq usulchisi. U ilgir keyin bo'lib kasbdoshlari bilan birga Yevropa, Osiyo, Afrika qit'alaridagi nurg'un davlatlarda o'yin qo'yib, Uyg'ur madaniyatini tunishtirish va alla-ara madaniyat almashtirishga zo'r tuhfalarni qo'shdi. Asqar Raqib xalqimizning an'anaviy qizil do'ppisini, ko'rkam ton sarpoylarini kiyib, haqiqiy Uyg'ur yigitlarga xos salofati, jo'shqin jangovar qiyofati bilan sahnada paydo bo'lganida hammamizning qalbi faxr, iftixorga to'ladi. Ajdodlarimiz ishlatgan qamchi harvolarni tutya qilib, kuylar avjida jiroq o'tmishni bayon qilganida hammamizning shurki hayajondan o'rkashlaydi. Asqar Raqib sahnada xuddi o'rkashlab turgan do'lqinga, lovuldab turgan yolqinga, chapchib turgan arg'umoqqa o'xshaydi. Qadrli do'stlar, san'at uchun borlig'ini atagan faxrlik Idiqut o'g'lani Asqar Raqibning bugungi bu san'at kechaligiga zo'r muvaffaqiyat hem utuq tilayli. Sap havalık turpalı Can ekli aran gay, sap havalık turpalı Sap havalık turpan diken Sayva kişmiş embicakı Büyük baranlık bostan diken Sayva kişmiş embicakı Büyük baranlık bostan diken Büyük baranlık bostan diken Abi Kevser içip gayrap oynap gülüm Kulakları abi Kevser içip gayrap oynap gülüm Çelip kuşlar mukan toğlap Hoşnavalık şeryan diken Çelip kuşlar mukan toğlap Hoşnavalık şeryan diken Hoşnavalık şadyan giken Hoşnavalık şadyan giken Görsen eğer değsen cennet Temdişi yok yurtimizde Görsen eğer değsen cennet Temdişi yok yurtimizde Sahip kan biz dost yarenge Ken kuşade mihman diken Sahip kan biz dost yarenge Ken kuşade mihman diken Ken kuşade mihman diken Ken
Turmushda